Azizlar, shikarni narsa chiqdi. Faberlikda oldin oshxona uchun sovun alohida bo'lar edi. Qo'llar uchun sovun alohida bo'lardi. Mana bunisi va vatno oshxonadagi hidli narsalarni, baliq, tuxum, chesnok hidi ketishi juda qiyin bo'lgan narsalar uchun mana shunaqa spetsialniy sovun. Buni o'zingiz ham qo'lingizda ishlatasiz, idishlarni yuvishga ham ishlatasiz. Do'stichkalaringizni, idish tovog'ingizni, lattalaringizni yuvganingizda, lattalaringizda hech qanaqa hid qolmaydi, hidlanmaydi. Qo'llarda ham zo'r ухаживать qiladi, и parfymirованный. Mana bu chereshni, vishnaga biz o'ldik, spela vishna shunaqangi hidni привлекательный odam ichib qo'ygisi keladi. Kokos orxideya men o'ta shirin ko'tara olmaymanmi deb o'ylasam, nihoyatda приятный, нежный aromat bo'ldi. Bu 500 gram oshxonada ham, qo'lga ham ishlataveramiz. Mazza qilib, aromatichески. Xohlaganlar